Assalomu alaykum do'stlar. Oldingi videolarimiz sizlarga yoqyaptimi? Xolislarmi yana sayohat qilishdi. Unda ketdik. Bu safargi sayohatimiz Namangan shahrining Pop tumani Toli hududida joylashgan Chadak dam olish maskani. Do'stlar, biz o'zimiz bu yerda birinchi marta bo'ldik-ku, lekin sizlar bu yerda ta'rifini eshitgan bo'lsanglar kerak. O'zini oynali ko'prigi-yu, betakror tabiati, tog'larda orasida oqib tushadigan suvlari-yu, tog'lari haqida. Bu yerda do'stlar biz juda ham balandlikdamiz, bilmayman necha metr. Men bilan birgalikda meni oilam, meni jiyanlarim, meni opajonim. Havo juda ham issiq-ku, lekin tog'da tepasi bo'lgani uchun juda ham shamol, juda ham приятно. Bu pastda ko'rib turganinglar har xil attraksionlar, har xil ovqatlanish joylari, magazinlar, xullas hammasi для удобствоga qilingan. Bu yerda men parashyutdan tashladim, juda ham balandlikda. Do'stlar, bu yerga kelinglar, bir попробовать qilib ko'ringlar. Juda ham mazza, duh захватывать qiladi. Tabiat qaranglar bularda, suvlarni qaranglar. Bu yerda esa meni onajonim, meni opajonim, kelinimiz juda ham mazali ovqat pishirishdi. Do'stlar, agar biz olayotgan videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, podpiska qilinglar, like bosinglar. Bizga juda ham kerak sizlarni podдержкалар. Keyin bu yerga kelganinglarda xohlasanglar 2 kunga, xohlasanglar 1 haftaga, xohlasanglar 1 oygacha uylar, so'rilar arendovat qilishlar mumkin ekan. Xayr. Yoqyaptimi? Xolislarmi yana sayohat qilishdi. Unda ketdik.